36 soat davomida odamlar o'lim bilan yonma-yon yashashgan, lekin ular bundan mutlaqo bexabar edi. 1986-yil 26-aprel tungi soat 1:23 da Chernobil atom elektrostansiyasi 4-reaktori portlagan. Buning natijasida bir necha soniya ichida osmonga ulkan radioaktiv moddalar tarqalgan. Eng qizig'i, bu portlash Xirosima va Nagasakiga tashlangan atom bombalariga qaraganda bir necha yuz barobar kuchliroq radiatsiya chiqargan. Pripyat shahridagi odamlarni evakuatsiya qilish 36 soatdan keyin boshlangan. Ungacha esa ular odatdagidek yashashda davom etishgan. Bolalar bog'chaga borishgan, ko'chada o'ynashgan, kattalar esa ishga borishgan. Evakuatsiya qilish jarayonida 117 mingdan ortiq odamga atigi 2-3 kunga ketasiz va yana qaytib kelasiz uyingizga deyilgan, ammo ular uylarini qaytib ko'rishmagan. Hozirda Pripyat shahriga maxsus kiyimlarsiz kirib bo'lmaydi. Ba'zi hududlarda radiatsiya ancha kamaygan bo'lsa ham, olimlarning aytishicha, bu yer 20 ming yildan keyingina yashashga yaroqli bo'la oladi. Yana bir muhim taraflardan biri, Sovet ittifoqi bu portlashda atigi 2 ta odam o'lganini e'lon qilgan. Radiatsiya tufayli 4 mingdan ortiq insonlar saraton kasalligiga chalinishgan va millionlab insonlar buning ta'siridan butun umrlari davomida aziyat chekishgan.